Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Xayrulla Asadov akamizning fikrlari va o'z pozitsiyamni sizlarga bildirib o'tmoqchiman. Bu yerda ko'rib turibsiz, Abror Muxtor Aliy bir taraf, Xayrulla Asadov akamiz ikkinchi tomonda. Bunda ko'pchilik Abror Muxtor Aliy domlani yomonlab, kommentariyada u kishini qoralab va u kishiga qarshi juda ko'p norozilik videolari chiqyapti. Mana shuni ko'rib, kuzatib, jamiyatimizda oldinda yuradigan insonlarning aksariyati ancha savodsiz ekanligini tushunib yetdim. Nega? Biz hech qachon, shaxsan men Xayrulla Asadov akamizning hayotlari, u kishini yurish-turishlari, boshqa narsaga u kishiga qarshi adovatim yo'q, lekin fikrlariga qarshiman. Va bu yo'lda Abror Muxtor Aliy to'g'ri gapiryapti deb hisoblayman. Nimaga? Chunki tarixiy asosga ega bo'lgan narsalarni Abror Muxtor Aliy aytyapti. Xayrulla Asadov akamiz esa qaysidir manbalardan o'qib olgan tarixiy asosga ega bo'lmagan narsalarni olib chiqyaptilar. Mana shu joyini o'zida jamiyat tushunishi kerak edi. To'xta, bu yaxshimi yomonmi, lekin tarixiy asosga ega bo'lgan narsalarni aytyapti. Demak, shuni qabul qilishimiz kerak edi. Kerak edi bu narsa ancha oldin. Nega? Chunki Abror Muxtor Aliy tarixiy asosga ega bo'lgan gaplarni gapirdi. Xayrulla Asadov akamiz bunga tarixiy asos keltirib bera olmaydi. Buni tushungan xalq shu joyiga to'xtatib, Xayrulla Asadov akamizning kitob, ilm haqida aytgan gaplarini qabul qilish kerak edi. Lekin mana shu adashgan fikrlarni chetga surish kerak edi. U tarafdan, bu tarafdan odamlar chiqib, har xil mavzuda gaplar olib chiqishyapti. Bu olib chiqilgan gaplar fikran bo'lsa qarshi emasman, lekin u kishining shaxsiy hayotlari, u kishini xarakterlari, u kishini qandaydir ojiz nuqtalarini olib chiqib kamsitayotgan blogerlarga qarshiman. Bu haqiqatga qarshi, ya'ni ilmga qarshi masxarabozlikdek gap. Fikrga qarshi fikr bilan qarshi chiqish kerak. Shaxsan mani pozitsiyam mana shunday. U kishini fikrlari tarixiy jihatdan to'g'ri kelmaydi, u fikrlarni olib bo'lmaydi, u kishining diniy jihatdan aytgan gaplari ham aynan to'g'ri kelmaydi. Mana shu narsani ko'pchitish kerak emas.